Hello, baxtli do'stlar, men o'sha Shadix va bugungi videomizda men sizlarga o'zimni uyimni obzor qilib bermoqchiman. Bu uyimni Minecraft ochishim bilan qurganman. Xullas tashqi ko'rinishiga baho bersanglar bo'ladi, mana qanaqa. Tepada o'zimni skinimni ham qurganman, uncha o'xshamagan. Xo'sh, mana uy. Bu yerda shundoq kiradigan bo'lsak, tak, hop, bu yerda bizning mehmonxona. Mana bu yerda o'tirib divanlarda bemalol choy ichsa bo'ladi. Mamatlarda mazza qilib ovqatlanib, ovqat pishirsa bo'ladi. Hatto pechga kirmoshni xolodilnigacha bor. Xo'sh, tak. Hozir mamtamda masjidlarda bo'lishi kerak. Ayo, qo'yilay, dimidonmi? O'tda hech narsa yo'q, hech narsa yo'q. Ishonaveringlar, hech narsa yo'q. Xo'sh, mana biz ikkinchi etajga chiqdik liftda. Hop, bu yoq mana kravatim, mana Sulton Sulaymonni taxtiga o'xshaydi. O'xshagan bo'lsa bittalik, bu yoqda avtomatli o'qlari, bunisi bo'lsa pustoy. Xo'sh, mana bu yoqda hamda divanda o'tirib olib divanga tomosha qilsa bo'ladi tashqarini. Hop, bu yoq ayvon. Tak, ayvonda nimalar bor? Takoy kechasi kofe ichib o'tirishga joy, divan bor bu yerda. Xo'sh, endi biz oxirgi finally etajga chiqamiz, 3-etajga. Xo'sh, 3-etajda bizda vanna. Eng asosiy joyda vanna. Qani. Xo'sh, mana bu yerda tualetda o'tirib ko'rsa bo'ladi, mana bu yerda. Mana buni rostalab suv oqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xullas, yaxshi bo'tam. Xo'sh, mamta maza qilib tualetda o'tirgan odam tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Hazillashyapman. Xo'sh, bu yerda tashqarida jalyuzilar bor. Hop, endi pastga tushsak. Tak. Mana bu yerda mana ko'rsa qolisizlarga. Mana bu yerdagi maxfiy joy. Bu yoqni sekin yopib qo'yamiz. Sekin pastga tushamiz endi. Bu bo'lsa mana eshitdik. Katta podvalim agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, bunker sifatida ham xizmat qila oladi. Bu yerda ikkinchi kravat, narsalar sehrlashga kutubxona. Mamta o'tirib olib, mazza qilib televizor ham ko'rsa bo'ladi. Bu yoq tarafga o'tirib olib, to'g'ridagi televizorni ham ko'rsa bo'ladi. Hop, bu yerda sekin o'tadigan bo'lsak, endi xullas modda mana oshxona kak bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda gaz bor, mikromalnovka bor, tost, nima? Bular sushi, blender, xolodilnik, imomiyada musorchilik bor. Tak, endi bo'ldi desam ishonmaylar, bu yerda men yashirin xonam ham bor bitta. Eng asosiy xona paparam takoy turibdi o'zi ham. Tushe. Hop, bu yerdan sekin mana eshikni yopib qo'yamiz, hech kim ko'rmasin. Bu maxfiy joy chunki. Hop, endi bu yerdan sekin ketamiz. Endi bu yoqdagi. Xullas, bu yoq alohida bitta kinoteatr. Agar uyladigilar bilmasa, nimalardir ko'rmoqchi bo'lsanglar, sizlar kino hech kim sizlarga xalaqit qilmasligini xohlasanglar, bir mazah kino ko'rmoqchi bo'lsanglar, zo'r joylar ekan. No, sizlarning uydagilar topolmaydi ham, xohlagan narsalarni ko'rsa bo'ladi. Sizlar nima ko'rasizlar? Xullas, ifloscha tema bo'ldi. Hop, yopamiz buni. Xullas, meni uyim shu edi, jalyuzilarni ochib qo'y, ertalabku. Hozir jalyuzilarni ochib olinglar bilan xayrlashamiz. Tak, xohlasanglar hozir ham chiqib ketaversanglar bo'ladi, o'z qisman video tugadi. Agar meni xayrlashishimni kimdir kutayotgan bo'lsa, mayli, ovozimni hech kim yoqtiradi deb orzu ham qilmayman. Ket bu yerdan ket. Yozuv hech kim o'qimadi. Xullas, mana bolalar, sizlar bilan men o'sha Shadix bo'ldi va bugungi videomda men sizlarga o'zimni legendarniy uyimni obzor qilib berdim. Agar uyim sizlarga yoqqan bo'lsa va bu uyda ishlatilgan modlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men bu modlar hammasini Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Xullas, mana uyim yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Ovozimni даже kimdir yoqtirishiga shubham bor. Bo'pti, hammaga nima bo'lib qoldi? Shak xullas. Bo'pti, hammaga xayr.